Assalomu alaykum Marg'ilon so'rli obunachilar. Navbatdagi shokolad so'rimiz tayyor bo'ldi. 2,5 kuch razmerda. Mana ko'raverasizlar. Polni yopiq atrofi yosh bolasi bog'larga juda udobniy bo'lyapti. Oyoqlari yong'oqdan, bog'lari sasnadan. Aynan atrof bo'lib o'tiradigan qilib bering deyishgani uchun xon taxtasini bunaqasiga tushadigan qilib berdik. 2,5 kuch razmerda, narxi xon taxtasi bilan 4,800,000 so'mga tayyorlab berdik. Pollari shpuntli, yaltillashini qaranglar. Lagalari 5 tadan. Mo'choplarda yig'iladi. Kimga shunaqangi so'rlar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qilaverasizlar. Marg'ilon so'rlari Fayzli xonadoningiz ko'rki. Bitta savol. Oyog'i yong'oq deysizlar. Yong'oq bu yog'iga defitsit bo'lyapti. Narxi ko'tarilib ketyapti. Nima sasna bo'lsa xizmat qilmaydimi? Sasna joylaring pana bo'lsa, yopiq joy bo'lsa, sasna ham o'sha yong'oqning xizmatini qilaveradi. Hozir yong'oq juda ham kam, narxi baland. Keyin narxini aytsak, narxini baland aytyapsiz, qimmat bo'lib ketibdi deyapsizlar. Shuning uchun to'g'ri tushuninglar. Sasna bo'lsa ham chiroyli qilib, baquvvat qilib tayyorlab bering desalaring, uzoq yillar xizmat qiladigan qilib tayyorlab beramiz. Bu so'rini ham egalariga uzoq yillar xizmat qilsin, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib, komment yozish esdan chiqmasin.